Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining na qatoridagi harflarni o'rganamiz. Nagyo. Na qatorida 5 ta harf bor. Na, ni, nu, ne, no harflari. Na, ni, nu, ne, no. Har bir harf bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf na harfi. Qanday yoziladi? Chapdan o'ngga, tepadan pastga, o'ng qismi birinchi mana bu sirchani chizib olamiz va oxiri tepadan pastga olib kelib aylantirib yuboramiz. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, tepa qismi va tepadan pastga qilib aylantirib yuboramiz. Na harfi 4 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf ni harfi. Qanday yoziladi? Birinchi chap qismini yoza olamiz, tepadan pastga ilmoq bilan tugatamiz. Keyin o'ng qismini yozib olamiz. Birinchi tepa qismini chapdan o'ngga va keyin past qismini chapdan o'ngga qarab yozamiz. Ni harfi. Yozish tartibi. Birgalikda mashq qilamiz. Birinchi chap qismi tepadan pastga, o'ng qismi tepa qismi chapdan o'ngga va past qismi chapdan o'ngga. Ni harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf hiragana alifbosidagi murakkab harflardan biri nu harfi. Qanday yoziladi? Birinchi mana bu chiziqni tepadan pastga chizib olamiz. Keyin bitta harakat bilan ikkinchi qismini tepadan olib kelib, aylantirib, pastga tushirib, bu yerda ilmoq bilan pastga tushirib yuboramiz. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Birinchi chap qismi tepadan pastga chizib olamiz va bitta harakat bilan o'ng qismini yozamiz. Nu harfi 2 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf ne harfi. Ne harfi ham murakkab harflardan biri. Qanday yoziladi? Birinchi to'g'ri chiziqni chizib olamiz va bitta harakat bilan chapdan boshlab pastga tushirib, yana tepaga ko'tarib, pastga tushirib, aylama harakat bilan pastga tushirib yuboramiz. Ne. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Birinchi to'g'ri chiziqni tushiramiz va ikkinchi chapdan harakat boshlab ikkinchi qismini yozamiz. Ne harfi 2 ta harakat bilan yoziladi. Va na qatoridagi oxirgi harf no harfi. No harfi bitta harakat bilan yoziladi. Tepadan boshlab kelib, aylantirib, yana pastga aylantirib tushirib yuboramiz. Yozish tartibi birgalikda mashq ishlaymiz. No harfi bitta harakat bilan yoziladi. Na qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Qaysi harflar? Na, ni, nu, ne, no harflari. Mashq ishlaymiz. Na, ni, nu, ne, no. Na, ni, nu, ne, no. Endi shu harflar qatnashgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Nani. Nani. Nima? Niku. Niku. Go'sht. Kuni. Kuni. Davlat. Naqa. Naqa.
ichi, qo'noq, qo'noq, bu, nay, nay, yo'q, kani, kani, chichbaqa, so'noq, so'noq, shu, o'sha, shinu, shinu, vafot etmoq, ane, ane, opacha, nuku, nuku, sug'urib olmoq, kane, kane, pul, tani, tani, vodiy, nishi, nishi, g'arb, kone, kone, tanish-bilishchilik, neko, neko, mushuk, katana, katana, qilich, tanaka, tanaka, ism, nikuy, nikuy, nafratlanish, sakana, sakana, baliq, tanuki, tanuki, bo'rsiq, kinoko, kinoko, qo'ziqorin, zannen, zannen, afsuslanarli, tanoshi, tanoshi, quvnoq, zaynichi, zaynichi, Yaponiyada bo'lish. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.